Sevgi muhabbat to'ydan keyin bo'ladi degan narsa bu ayol kishiga qaratib aytilgan. Qachonki eringlar haqiqatdan yaxshi bo'lsa, ming to'ydan oldin yaxshi ko'rmasanglar ham to'ydan keyin yaxshi ko'rib qolasizlar. Ayniqsa bu narsa homiladorlik paytingizda bilinadi. Eringlar deski bo'lsa ham, qo'pol, so'kadigan bo'lsa ham, odamlar nimasini yaxshi ko'rasan shu eringni deb savol berishsa ham, sizlarda bitta xislatini bilasizlarki, yaxshi ko'rasizlar. O'sha o'rinda meni ham erim shunaqa odamlardan sirasiga kiradi. Hozir homilador bo'lganim uchun og'riq qoldiruvchi mana shu ersakki mazi. Ko'rasizlarmi, o'zi kamayib qolganda, ishlatib kamayib qolgan. Shunaqa jonimni rohati, ersakkim mana shu bitta mazini ishlatganimni o'zida qanchalik yaxshiligini bilaman. Erimga 2 marta rahmat desam, ersakkim ashmasiga 1 marta rahmat deyman. Chunki rosa yordamchi, bitta surganinglarni o'zida og'ruvni qoldiradi. Belda, oyoqda shishlarni oldini oladi. O'zimni boshimdan o'tib sinab kelayotgan narsam. Undan tashqari yana menda ersakki mana shuncha mahsuloti bor. Hammasi o'zimga kerakli narsa. Ersakki mahsulotlarini hamma maqtashini o'zingiz bilasizlar. Mana isboti bilan shuncha narsam bor. Men bu ozdiruvchi choylarni hammasini tuqqanimdan keyinga asrab qo'yibman. Xudo xolasa mana kofilar bilan birga boshlayman deb. Buni homilador bo'lishimdan oldin olganman, mana ichganman. Ichida ozgina qolganini keyin davom ettiraman deganman. Mana bunaqa zaytun yog'lari hammasini qaynonamga, oyimlarga, hammasiga beraman. Rosa foydali. Undan tashqari Gulmira Jo'rayeva, Zolotoy lider oyiga 3,5 ming dollar topadilar. Ular komandasiga qizlarni taklif qilyaptilar. Shunda qo'shilasizlar. Bu mahsulotlardan olib o'zingizlar uchun ishlatsanglar ham bo'ladi, qo'shilsanglar ham bo'ladi, oylik daromadlarga chiqsanglar ham bo'ladi. Mana shu video Reels'imning tagida nomerlar qoldiraman. Rosa ishonchli. Hozir Ersak Toshkent, O'zbekiston bo'yicha 1-o'rinda ketyapti. Ayollarni daromadga olib chiqish bo'yicha qo'shilinglar, daromad qilinglar. Undan tashqari har doim sog'lom bo'lib yurishingizga xizmat qiladi. Bu narsaga men javob, chunki o'zimda sinab ko'rganman. Menga daromad kerak emas degan joyingizda ham o'zingizlarni sog'lig'inglar uchun shuni bitta ishlatasizlar, bir umr mana shu narsadan foydalanadigan bo'lasizlar-da. Birinchi farzandim rosa qiynalganman, lekin hozir meni bu chudo sredstvom. Xudoga shukr, ancha yordam beryapti, ishlarni oldini olgan. Bu safar unchalik begemot bo'lib ketmadim. Hammasi Ersakki sharofati bilan. Ersak eng ishonchli kompaniya. Hozir O'zbekiston bo'yicha qo'shilasizlar, daromadni qilasizlar. Oilangizdan yoki eringizdan nima deydi, ishdan qolib ketadigan joyinglar yo'q. Bir kunda 3-4 soat vaqtinglar o'tadi. Ketadi ya'ni ishga. Sizlarga qo'shimcha daromad. Oyiga yangi qo'shilganlar ham $500 dan kam oylik olmaydi, esingizdan chiqazmanglar.